shubhasiz dunyodagi eng zo'r ovqat bozor bu o'zimizning Chorsu bozori hisoblanadi. Prosta O'zbekistonda yashaganimiz uchun, yonimizda bo'lgani uchun bu narsa ana oldindan oqqan suvni qadri yo'q deydi, shunaqa narsada, lekin chet eldan kelganlarning ko'zi bilan qaranglar. Bunaqa atmosfera, bunaqa aura dunyoni biron bir chekkasida uchrashi juda ham qiyin. Ayniqsa ovqat bozorida. Ovqat madaniyatiga, ovqatni dunyosiga bizda qanaqa e'tiborligini shu bozorimiz o'zidan ham bilsanglar bo'ladi. Gap yo'q, lekin rostdan bunaqa bozor dunyoda yo'q, rostdan yo'q. Qaranglar, shuncha turist, shuncha odam. O'zimiznikilar yana. Gap yo'q. Ovqat bozoriga hatto bir marta kelib ko'rish kerak. Eng shirin xonim qatta qilinadi bilmadimi, lekin eng chempioni shu yerda. Opamlar lekin dunyoga mashhurlar. Ani globalniy xonimcha shu opam bo'ladi. Assalomu alaykum. Qalaysiz, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat, aka, yaxshi kelasizmi? Rahmat, xudoga shukr. Odamni ko'ryapsizlarmi? Sizlarga xizmatdamiz. Xizmatdalar, gap yo'q. Necha yildan beri xonim qilardingiz? 28 yil. 28 yildan beri, gap yo'q. Nima deysizlar? Tegib ko'ramizmi xonimlardan? Umid qiymizmi? Yeymiz. Bitta xonim bering menga. Bitta dona o'zbekcha lazanya bor, voy bu. Gap yo'q. Hozir mazasini ko'ramiz. Mazasini ko'rib, bitta dona zo'rdan bering qani. Zo'rdan ham zo'r xonimlarim. Gap yo'q. Mana ustilariga piyoz solib. Mana aka, qani bu yoqqa o'tib olasizmi? Bo'ldi. Gap yo'q. Ko'ryapsizlar? Bu o'zbekcha lazanya. Masalan, hali dunyo to'g'risi o'zbek taomlarini hali yaxshi bilmaydi. Qarab turinglar. 5-10 yil ichida O'zbekistonning kuxnyasi top 10 taliga inshaalloh aniq qo'shiladi. Qo'shiladimi? Hozir ham qo'shilgan-a? Qani bismillah. Bu Toshkentcha xonim. Opam 28 yildan beri qilar ekanlar. Buni ham bismillah deb ko'ramiz. Xamiri yumshoq, sovusi biroz nordonroq, lekin mana go'zallikni qaranglar, go'zallikni. Buni otini yig'latish turkumi deydi. Amerikada yurgan, Rossiyada yurgan, o'zimizda ovqat sog'ingan birodarlar battar bo'linglar. Yaxshi ma'noda tezroq kelib ovqatlarimizdan yeylar. Bu yoqqa mana Ozod akamlarning somsalarini ko'rgani keldik. Qani Ozod aka bitta somsangizni ko'rsating. Nima somsa bu o'zi? Bu qadimgi 50 yillik somsa, originali. Ha, yo'q, qani Bolalikni eslab kelganlar uchun somsa. Gap yo'q lekin. Oho. Ozod aka qani salafanni olib tashlang, o'zimizni jaydarichasiga qilaylik aka. O'zi oldin yoshlikda bor-ku, mana shunaqa somsani ochib berganda dumbalari tirsillab turardi-da, xuddi o'shandan ekan. Qani, nech puldan sotdingiz Ozod aka? 30 ming so'mdan. Kelsanglar mana ovqat bozorida Ozod aka mana original kepkalari bilan mana turibdilar shu yerda. Poyez qatlaysiz, qayerda turasiz? Sho'tda mahalla. Mahalla Sho'ttami? Ha, bo'ldi. O'zi Chorsida katta somsachilar chiqqan-a? Ozod opamda nima edi anaqa notlari? Ayzapa. Kelsanglar mana. Somsa chiroyliligini qaranglar. Hali Ozod akam trendga chiqib ketadilar, qarab turinglar, lekin gap yo'q. Somsa, Toshkentcha somsa, jaydari somsa, xamirlarini ham ko'ryapsizlar, qalingina, go'shtlari ham lekin o'sha ayamasdan sopsiz-ku. Original aka. Yegan odam rahmat deb ketadi. Biza Chorsu ovqat bozorida Do'ron akamlarning oldilariga keldik. Do'ronniki necha yildan beri shashlik qilyapsiz? 32 yildan beri shashlik qiladilar. Bular ham o'sha Chorsuning ovqat bozorini simboliga aylanib qolishgan. Bular Chorsuda ovqat qilishayotganda hali bunaqa turistlar ko'pmas edi. Hozir bo'lsa, ko'ryapsizlar, eplab bo'lmayapti. Do'ron aka bitta jazizdan bering, mazasini ko'ringlar aka, bormi? Hozir mazasini ko'ramiz. Jaz bor, qiyma bor. Jigar tugab qoldi o'zi. Ana qart o'zimizda Toshkentcha jaydari shashlikda ko'rasizlarmi? Piyozni ham shunday parrex to'lab qo'yganlar. Mazasini ko'ramiz. Qani bismillah. Qarang. Qani bismillah. Marinovkasi juda yumshoq. Og'izga tushganda eriyapti, juda yumshoq. Bitta yeb ko'rkam. Qani ko'rchi. Nima deyapti ukam? Zo'ra lekin yumshoq og'izga. Xullas, Do'ron akamning shashliklariga kelaverasizlar. Mazasi yaxshi. Yomon bo'lsa bilasizlar, men ko'rsatmayman. Ayol kishida erkaklar ancha shirin osh qiladi deganlar bekorga aytibdi. Mana Ma'mur opamlar, Ma'mur opa necha yildan beri osh qilasiz? Yoshligimdan beri. Yoshliklaridan beri osh qiladilar va hozirga kelib ancha muncha odamni o'zlariga mana shu oshlariga muxlis qilib qo'yganlar. Biz ham Atilabdan Ma'mur opamlarning oshlarini ko'ramiz deb keldik. Ma'mur opa,
oshingizdan bitta ko'ring mazasini, opam. Men bilasizlar, ovqat masalasida to'g'risini aytaman. Hozir mazasini ko'r. Men ham to'g'risi oshlarni hali yemagan edim. Juda ko'p odam maqtadi. Hozir bitta mazasini ko'ramiz. Qani onamlar o'zlari meni ovqatlantirib qo'yadilar mana oshlaridan. Qani. Voy, qo'llaringiz tortib ko'rmasin. Qani bering. Qani bismillah. Qaranglar. Balkim O'zbekistondagi eng zo'r osh emasdir. Lekin onani mehri keladigan osh aynan shu bo'ladi. Ma'mur opa, joningiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Joningiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Hamisha Allohning panohida bo'ling. Rahmat kattakon. Yurtimizga ko'z tegmasin. Opam, bitta iltimosim bor. Mani nomimdan kelishadi-da, bozorchilar nomidan keldik deyshadi. Dobri qilib siz berasiz, topchilarga hammasiga. Hamisha xizmatingizga Boringizga shukur, boringizga shukur. Alloh barakasini bersin ishlaringizga. Ma'mur opam oldilariga kelinglar. Sog' omon bo'ling. Rahmat kattakon. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat opam. Hamisha elda aziz bo'lib yuringlar. Rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Ko'z tegmasin. Ma'mur opamni yaxshi ko'raman rostdan. Mushuk ayollarda rostga yasim bor. O'zimizni Toshkentning simvollaridan bittasi ovqat masalasida. Biza bu yerda ovqatlarni reklama qilayotganimizda ukamiz Fayzullo go'ja sotayotgan ekanlar. Qani ochinchi go'jalarni bitta ko'ramiz. Gap yo'q. Bu Fayzulloning go'jasi. Necha pul sotyapsiz mana shu turishini? 15 ming so'm. Gap yo'q. O'zingiz qilasizmi buni? O'zingiz qilasiz? Gap yo'q. Agar go'ja kerak bo'lsa, bozorda mana nomerlari ham bor ekan, ko'rib olsanglar bo'ladi. Shu Fayzullo ukamizdan o'g'rasizlar, to'g'rimi? Joningiz sog' bo'lsin. Biza Chorsiga Nargiz opamlarning norinlarini yegani keldik. Nargiz opamlar necha yosh deb o'ylaysizlar? 22 yosh qizlari bor ekan. Qaranglar, gap yo'q lekin. Meni og'zim ochilib qoldi. 20 yildan beri qilaman dedingizmi, Norin? Qizim, undan kattasi bor 28 yosh. Ay, yo'q, gap yo'q lekin. Nargiz opamlar xullas o'sha 20 yildan beri norin qilar ekanlar. Men to'g'risi mendan kichkina bo'lsalar kerak deb o'yladim. Mendan xafa bo'lmaysiz faqat. Noringizni bitta mazasini ko'raylik, qani odamlarga aytamiz qanaqaligini mazasini. Gap tasavvur qilsizlarmi? Qizlar 28 yosh ekan. O'zlari 28 ga o'xshaylar, ko'z tegmasin. Alloh umringizni uzoq qilsin, baraka bersin so'dingizga. Gap yo'q. Bu Toshkentcha o'zimizni jaydari norin bo'ladi. Nargiz opamning oldilariga kelib norinlarni ko'rsanglar bo'ladi. Mana bunaqa qazilari, ruletlari, yonlarida mana ukalari shashlik qilar ekanlar. Qani bitta mazasini ko'raylikchi norinni. Ajoyib. Qaranglar. Qazini ustiga, gap yo'q. Qazini ustiga norinni qo'yib, yana ustiga dababga qazin. voy, vashi. Qazi burger bo'ldi bu yog'i. Qani Nargiz opa faqat to'g'risini aytaman, xafa bo'lish yo'q. Qani bismillah. Bu norin emas, ideal bu. Mana qaranglar. Bu sho'rvasi ekan. Ot go'shtimi bu? Men bugundan Nargiz opamning norinlarini muflisiman, to'g'risi. Shaharda qilsangiz bo'lar ekan, o'yingizga alohida joy ochib olib boru. Mazasi ideal. Yo, rostdan yaxshi ekan, men tikmodim boru, rostdan zo'r ekan. Nargiz opa rahmat, zo'r ekan lekin gap yo'q. Menga yoqdi. Nargiz opa, telefon nomeringizni ayting dastavkaga. 99lik 406 1300. Bo'ldi, gap yo'q. Agar kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Nomerlarni yozib qo'yaman, lekin rostdan yaxshi ekan norinlari. Mana ovqat bozorda Chorsida Murod akamlar mana shashlik qilyaptilar. O'zimizning Toshkentcha jaydari. To'g'ri. Chas bor. O'zimizning mesli go'shtdan. Meslidan qo'sizlarmi? Ko'taryaptimi meslidan qilsa? 25 mingda aka. Yo'q, sizda arzon ekan. Naryoqda 30 mingdan edi, bor-ku. Qaranglar, bozorda 30 ming, bularda 25 ming ekan. Okam oldilariga kelaverasizda. Aka, qarang, o'zimizning jaydari shashlik deydi-yu, jaydari bilan boshqa qiymani nima farqi bor? Boshqa qiyma yaxlaydi aka. 3-4 marta yaxlaydi-da, u g'ijduvoncha bo'ladi. O'zimizaniki bitta yaxlaydi, bo'ldi, chiqarib yuboriladi. O'shanisi bilan jaydar hisoblanadi. Mazasida ham farqi bo'ladi-da. Bo'ladi. Bo'ldi, tushundim. O'zlari oldingi qiymalarga o'xshagan bo'ladi. Bitta yaxlagan bo'lsa, bitta yaxlamasdan chiqarsa, sal bo'shashib qoladi-da. Tushundim. Yaxlamagan bo'lsa oddiy, yaxlagan bo'lsa jaydari deylar ekan. Shunaqami shunda? Aka. Gap yo'q. Kelavringlar mana akam oldilariga. Bizadan kelganlarga cho'tki qilib, Albatta aka. Joningiz sog' bo'lsin. Gap yo'q. Rahmat. Mana biz Alisher akam oldilariga keldik. Assalomu alaykum. Alisher akam tuzukmisiz?
O'tgan safar videolarimni qo'yganimda milliondan oshib ketuvdi, adashmasam, prosmotrlari gap yo'q. Aka nima bo'lyapti no'xat sho'ranglar? Qani bitta ko'ringlarchi. No'xat sho'rayni ko'ryapsizlar. Samarqandlik o'rtoqlarimizda, bomoramizda no'xat sho'rayni yaxshi ko'radigan Toshkentda ham o'zini no'xat sho'raylari bor. Qani? Voy, bitta qoshuv bersangiz ham yetardi. Gap yo'q. Alisher akam juda saxiylar. Ayamasdan mehmon kelsa kutib oladilar, gap yo'q. Alisher aka no'xat sho'rayingiz nech pul bo'lyapti hozir? 50 ming porsiyasi. 50 ming porsiyasi. Bu tester bu. Bu mazasini ko'rishga shunaqa beradilar Alisher akamlar. Qilib Toshkentcha no'xat sho'ray, ustida kalla pochalari bilan. Kalla pocha ham ustiga. Postumba. Ha, bu postumbasi ekan, ko'rasizlar, qani. Bismillah. Alisher aka, nima buni mazasi hech o'zgarmaydi? Gap yo'qlaydi. Mehr beramiz-da, mehr. Bu ovqat ichida Alisher akamning mehrlari ham bor. Bekorga emas, achchulari bilan qaraydi. Bu ukam o'zi texno bloger, lekin yaqinda ovqat blogeri bo'lib ketadi. Qani mazasini aytchi. Yo, rostdan mazasi yaxshi-ku. Gap yo'q. Alisher aka, qarang. Bizning nomimizdan kelganligi dobri qilib siz bering. Gap bo'lishim. Alisher aka meni yaxshi taninglar. Alisher aka bozorchi Elyor nomidan keldim desanglar, boshqalarga suzgandan ko'ra dobriroq beradilar. Shunaqami? Gap yo'q. Kevuringlar.